Rahmat qo'shni, rahmat. Kim oldi bu mashinani? Men oldim qo'shni. Qo'diqloq sen oldingmi bu mashinani? Ha, yaxshi niyatda oldim ha. Xitoymi bu? Shunaqa. Sal shoshibsan-da. Sal shoshib. Balonni qara. Balon ahvolini qara. Traktorimga ham qo'ymayman bu balonni. Xitoy-ku. Tushunganmi? Tushunganmi? Yaxshi deyishda oldim-da. Yaxshisi olaverasanmi? Balonni chol, balonni pipillat. Kep, pipillat. Pipilovni tovushini eshitdingmi? Jiyanchayni beligida bundan yaxshi ovoz keladi. Sal shoshibsan. Radiator bilan kardiatorni ko'rdingmi? Svichasini sanadingmi? Ertaga buzilsa Xitoyga borib zapcha solib kelasanmi? Piyoda yurolmayapsan. Ishga borib kelishga yaxshi-da qo'shni. Pishkom yurasan, tushundingmi? Bu mashinchani haydab chiqmaysan ko'chaga. Qo'shni muborak bo'lsin. Mashinchangiz zo'r ekan. Rahmat qo'shni, rahmat. Enangni yeri zo'r, tushundingmi? Tur yo'qmi o'rniq. Hamma zo'r desa ishonib ketaverma, tushundingmi? Do'st achitib gapiradi. Sal shoshibsan lekin. Qo'shni, nimasi yoqmayapti sizga? Bilmayman, nimasidir yoqmayapti-da shuni. Nimasidir yoqmayapti mana shu mashina. Onang nima Jetavr X70 olibdi. Qaysi puliga oldi buni, ha? Orqam yonyaptimi? Onang nima gura? Kechi. Ke. Sep. Yaxshilab sep. Yonyapti-ku, ha? Qodir quloqqa mixga kiradi, enajonisiga kirib ketadi. Amaki, men mix xayr qo'yaymi? Hozir bitta narsani qayirib qo'y. Balki hozir kelib qoladi. Qodir quloq teshildi. Nima bu? Mahmud bu chaqaloq sumakimi? Mashinasi baquvvat ekanda. Baquvvat dema. Qodir quloq shu teshikni ko'rmaydimi? Ha, u ancha-muncha teshik topolmagan. Buni ham topolmaydi. Yo'q. Sen suvni sevib qizyapti. Yana qizidimi? Sep. Ye. Qodir quloq teshikni ko'rmadingmi? Ko'rmay qoldim qo'shni. Attang. Sal shoshding-da, men senga o'shanda aytdim. Endi nima qilasan? Hech qisi yo'q, o'zlarining 5 yillik kafolati bor. Servisga borib so'rlab berishadi qo'shni. Ungacha velikda yur. Sepma, kuymayapti. Yo'q, bu bo'lmasa mana bunisida yuramiz. Ke o'g'lim, ke. Bu nima balo? Jetavr dashing. Zo'r mashin qo'shni. Qodir quloqsan, pulni qayerdan olyapsan? Qo'lingga nimadir yakdingmi? Ha, yo'q, mana Jetavr olganim uchun aksiya ishtirokchisiga aylandim. Dashing yutib oldim. Siz ham qo'shni 5-metro bekat yonidagi Jetavr avtosalondan любой mashina oling, dashing yutasiz. Ketdimmi? Da qo'pke. Voy. Zumra pasta surtaymi? Achyapti-da. Olib keling. Bor olib kel. Qanaqasini oling? Miyatni yalpizligidan olib kel, alabilosni. Nega? Mama, men keldim Rossiyadan. Asta, yo. Qara, bittadan anglamang. Nima ikkita oldingiz? Yangi jim turing. Ikkita mana olib kelasanmi, bolam? Pulim yetganini oldim-da, dajon. Jo'raman rossiyskiy sigaretmi bu? Yo, bu iranskiy sigaret. Rossiyskiy bo'ladi, Rossiyadan kelgandan keyin. Sen nima olding? Sen nima olding? Yerimga oldim. Ha, eringizga tapchika ham olib kelganman, rezini tapchika. Sinfdoshlarga haq berasan, bilasizmi? Ha, sinfdoshlar uchun ishlashga ketganman Rossiyaga. Sizlar uchun ishlab keldim. Ol, puli bor, eriyman. Tog'a, bu kompyuterda televizor qani? Ya baqirma, uyingda bitta televizor yo'q jiyan. Kompyuter televizorni so'raysan. Keyingi safar olasan, jib to'ymagan chalib ham to'ymaydi. Futbol to'kka ishlaydimi? Yo'q, gazda ham ishlayapti jiyanjon. Inangda ishlaydi. To'xtang. Keliningiz qani, keliningiz? Yo'q. Keling. Shahla? जादू तेरी नजर तेरा बदन जादू iPhone olib keldingizmi? iPhone bormi? Nima bu to'qiymi? Bo'ldimi, bo'shadim sumkacha. Men ketdim. Qayoqqa? Rossiyaga. Ichini to'ldirib kelay. Sizlar uchun ishlayapman. Sizlarga men kerak emasman. Sovg'a salomlarim kerak, kiyim-kechaklarim kerak, telefon kerak, iPhone kerak. Mana turshukchani ham olinglar, rossiyskiy. To'xta bolam. Nimaga unday deysan? Qara, hech kimga kerak bo'lmasang ham menga keraksan. Men enang seni qanchalar kutdim. Jon bolam, shuncha Rossiyada yurib, enang uchun bitta rossiyskiy shokolad olib kelmadim. Hey, og'zing achchay. oltin qanot
Oyi, uyni gazini o'chirmasdan chiqibman. Orqaga qaytaylik. To'xta. Orqaga qaytib bo'lmaydi. Uni xosiyati yomon bo'ladi. Hayda. Tinchlikmi? Oyi, uyimiz yonyapti ekan. Orqaga qaytamizmi? Yo'q. Xosiyati yomon bo'ladi. Hayda. Oyi, u qo'shnikiga ham o'tibdi. Qo'shni ham uyi yonyapti. Orqaga qaytmaymiz, ha? Xosiyati yomon bo'ladi, ha? O'tgan bo'lsa yaxshi bo'pti. Lekin orqaga qayta olmaymiz. Xosiyati yomon bo'ladi. O'tir. Voy. Yo, ha. Voy. Yo, ha. Voy. Oyi, qayoqqa? Tillalarim uyda qolib ketibdi-yu. Orqaga qaytsak xosiyati yomon bo'lmasmidi? Irim qilma. Meni tillalarim uyda qolib ketibdi, hech narsa qilmaydi. Lekin xosiyati yomon qilyapsiz, oyi. Shahnoxon, nega jimsiz? Gapiring. Bilmasam, tarbiyali bo'lsam kerak-da. Bilasizmi? Men sizga anchadan beri bir gapni aytmoqchi bo'laman, lekin hech jur'at qila olmayman. Shu gaplarni bugun aytmoqchiman. Hurmatli obunachilar, men hozir bitta zo'r joyga keldim. Birgalikda ko'ravizami? Ketdi. Bulunganlar ko'payib ketishdi. Xullas, aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, men sizni Hurmatli obunachilar, bu yerda oilaviy o'tirishga shart-sharoitlar bomba, atmosfera va bomba bo'lgan. Tushunyapsizlarmi? Ketdi dalshi. e'tibor bermang. Ovozi ham baland ekan. Mana shunday tarbiyaligingiz, qiz bo'lganligingiz uchun men bugun sizni qo'lingizni tantanali ravishda so'ramoqchiman. O'rmonlar, men sizlarga hozir Mani kafening eng zo'r fishkasini ko'rsataman. Stolda ustiga primoy monitor tushib turadi. Hamma narsani ko'rsanglar bo'ladi. Endi esa obzorini sizlarga batafsil ko'rsataman. Hozir men sizlarga inayni ko'rsataman. Ikkita joy kalla, jolimga tegding. O'tma bu yoqqa, vel jolimga tegib ketding. Senga o'xshagan mollarni deb 28 yildan beri ersiz o'tyapman. Yarim soatdan beri buni dog'dir qo'limga bitta o'zlikni eplab taqalayotgani yo'q. Nima qilishyapsan? Video olayotgan. Video olmayman, hozir ham apparatni olib bitta joyga tiqib qo'yma. Qaytib video ola olmaydigan bo'lsan, tushundingmi? Yo'qol. Jolimga tegib ketishding. Qarano dog'dir. Ya Xudoga shukr. Ya Xudo bir o'tsan saqladi. Anda ko'da kubi. Bo'ldi aka. Malades, qancha bo'ldi? Kassasi 100 ming beraverasizmi? Nimani beraveraman? Qimmatingiz beraverasiz. Men tushunmadim. 100 ming so'm beramanmi senga yo beraverasizmi beramanmi? Beraverasiz-da. Nima bo'lyapsanmi? Nimani beraman? Aka paket kerakmi? Kerak. Cho'ntagimda olib ketmayman-ku. Pullikda lekin. Qancha? 300 so'm. Juda katta pul ekan-ku. Men 1000 so'm. 700 so'mga rozi bo'lasizmi? Rozi bo'lmayman. Nimaga rozi bo'laman? Qarg'ab o'taman. Sen paketni pulli qilasan, men 700 so'mga rozi bo'layman. Ber 700 so'mni. Aka, mana dorilaringiz. Qaytimiga nima beray? Askarbinkami, sitramonmi? Nima qilaman men u dorilarni? Doktor menga bunday dori yozmagan. Kasal bo'lsangiz ichasiz, aka. Yo'q, nima qilib niyatini qara. Antibiotik qalla. Menga zdarchimni ber, tushundingmi? Rahmat. Qancha bo'ldi? 19 ming berish so'm bo'pti aka. Mana 20 ming. Ha, 5 so'm nima qilay? Va aka, nima qilay 5 so'mni? Ko'tingga tir. Xo'pmi? Ko'tingga tir. Nima qilay deb so'raydimi? Beradi-da onangni, magar. Tobora armonga aylanadigan insoningni borgan sari orzusidagi insonga aylanishga harakat qil. Davay, всё, o'zingni ko'tar. Borgan sari orzusidagi insonga aylansang, o'shanda ko'rinadi kim kimni yo'qotgan. Bilaman, nasriyang yo'q, ishing yurishmayapti, lekin ishon, bir kun kelib hammasi zo'r bo'lib ketadi. O'shanda shuning uchun ham siqilib yurgan ekanman-da deb kulib qo'yasan.
eringiz sizga xiyonat qilyaptimi? Qaynonangiz zulm qilyaptimi? Hech kim sizni eshitmayaptimi? Unda ularga o'zi kabi munosabatda bo'ling. Xiyonatga xiyonat, eshitmaganga eshitmagan. Zo'r. Hamma motivator, hamma aqlli, bilimdon, oilashunos, ershunos. O'zbekistonda oddiy odam qolmadi menimcha. Bilasizmi? Inson boshiga turli xil qiyinchiliklar keladi. Lekin bu qiyinchiliklar sizni egadi, bukadi, lekin so'kmaydi. Shunday ekan, siz ham hayotda hech kimni so'kmang, urushmang, asablaringizni saqlang. Nima qilyapsan? Mol, kamera turibdi, kamera. Video yomon, ko'rib, kelgan vaqtingni qara. Trend olgani qo'ymaysanlar. Kelmaydi-da endi, kelmaydi. Shuncha qilgan ko'ding tiqtay.